Endi uyinglarni polini ham, changini ham artib ovora bo'lmaysizlar. Mebelinglarni yuvdirib, lyustraga cho'zilib o'tirmaysizlar. Hamma maqtayotgan, barchani og'zida yurgan Robaklin plisosini men ham xarid qilib ko'rdim. Havoni tozalash, kislorod ishlab chiqarish, xushbo'y hidli chiqarish, 6000 marta plisos qilib, gilamni qoqib berish. Parda oynalar uchun maxsus chang tortish nasatkasi. Pol, kafel, target uchun alohida nasatkasi. Patolog lampa uchun alohida. Yumshoq mebel, matras, mashina o'rindiqlarini tozalash uchun alohida nasatkasi bor. O'zlari uylarga kelib, hamma narsasini obzor qilib berib, ishlatib, ko'rsatib ham berishadi. Bepul ishlatib ko'rasiz. 17 xil funksiyadagi 17 xil nasatkasini ko'rasiz. Xohlasangiz plisosi o'zidan, xohlasangiz masofadan turib pultdan boshqara olasiz. Biz ko'cha to'la chang deymiz. Aslida uyimizda shuncha chang aylanar ekan. Havodagi changlarni yutib, sizga kislorod chiqazib beradi. Gilamingizdagi hamma dog'lar-yu kirlarni yo'qib beradi. Yumshoq mebel ko'rpachalarni turgan joyda yuvib, stulchik kreslodagi ruchka flomaster izlarini qoldirmaydi. 20 yildan beri sotuvda, 10 yillik garantiyaga ega. Uy bekalari uchun, kelinlar uchun, yosh bolali onalar uchun juda ham kerakli plisos ekan. Robaklindan burchi-burchida qolib ketgan lyustrani orqasiga bekinvagan changlar ham qochib qutula olmas ekan. 12 oydan 24 oygacha bo'lib to'lasangiz bo'lar ekan. Ham shunaqa $100 qozon nabori sizga shunchaki hadya qilinar ekan.